va qo'rqinchli ovozlari bosib ketadi. Odamlar qarasalar jahannamni olib kelinayotgan bo'ladi. Bu haqda payg'ambarimiz bunday deganlar: qiyomat kuni do'zaxni olib kelishadi. Uning 70 mingta jilovi bo'ladi. Har bitta jilovidan 70 mingtadan farishta ushlab, sudrab uni olib keladi. Do'zax juda ham ulkan bo'lib, u 7 qavatdan iborat. Uning 7 ta darvozasi bor. Aytishlaricha do'zax 7 qavat yerning ostidadir. Eng yomon joyi uning eng pastki qavati bo'ladi. U yerga munofiqlar tushadi. Jahannam shunaqa chuqurki, agar katta bir toshni tashlansa, u jahannamning tagiga 70 yil deganda yetib boradi. Qiyomat kuni jahannam rosa ham achchiqlangan holda bo'ladi. U o'zining ichiga yomon odamlari tushishini biladi. Shuning uchun ularni yutib yondirishga, azoblashga shaylanib, g'azablanib keladi. Do'zaxdagi olovning qattiq yonayotganidan undan